Hyundai Tucson 500 bilan chiqadi. Kesels $200 bilan chiqadi. $200 sizning nomingizga texpasport chiqishi uchun atak notarius o'ziga ham yetmaydi. Qolgan xarajatlar bizning bo'ynimizda. Hammasidan bor. Kelib 12 viloyatga chiqarib beramiz. Bir kun muhlat olamiz. Bir kundan cho'zilib ketib qolsa, polniy zapravka, gaznica bizning hisobdan. Kelasizlar olib ketasizlar. Gibrid mashinalarimiz bor. BYD eng fulli kraskalari top-toza. 1,5-1300 bilan chiqadi. Любой joyga borib so'rab surishtirasizlar. Mashinaga pulga topsanglar, o'zimizdan olib qolamiz. O'ligini ham 3000 bilan olib chiqib beryapti. Bizda 1300 bilan olib chiqib ketasiz. Hamma xarajat ichida. Bosh to'lovi ham, xarajati ham, boshqa ortiqcha to'lov yo'q. Kelasizlar olib ketasizlar. Ish haqi, dohod, kafil kerak emas. 12 viloyatga chiqadi. Pastdagi silkani bosib Telegram kanaliga o'tiringlar. To'liq ma'lumotlar Telegram kanalida, dumaloq videosi bilan. Bosh to'lovsi mashina so'raganlar uchun mana Captiva 5lar tekin bilan, 0 bilan, pulsiz odamlarga.